7 yil oldin falokatli kun. Portaldan mahluqlar paydo bo'ldi. O'sha mahluqlar tufayli ko'pchilik halok bo'ldi. Qutqaringlar! Va mening ota-onam ham halok bo'ldi. Men hamma narsamni yo'qotgan kun. Men qonli ko'z yoshlarim bilan va'da berdim. Men albatta ovchi bo'laman. Yirtqich hayvonlarni yo'q qilaman. 7 yildan keyin hozirgi kun. Meni ovchilar maktabidan haydab yuborishdi. Jin ursin. Ovchimi? Ha, to'g'ri. A'zo Han Sungyun. Men kuchsizman. Siz endi boshqa ovchilar maktabiga kelishingiz shart emas. Kechirasiz, tushunmadim. Nega bunday deyapsiz? Nega men haydayapsiz? Quloq soling. Yangi ovchilarga mashq qilish uchun bir necha oy muhlat beriladi va ular tez orada ovchi bo'lishadi. Ammo sizda muhlat ko'payib ketdi. Naqd 7 yil bo'ldi. Men rostini aytsam, sizda qobiliyat yo'q. Biz sizga qolishingizga ruxsat bersak, maktabimizning obro'si tushib ketadi. U har kuni mashq qiladi, lekin foydasiz. U o'zini qayerdaligini bilmaydi. Uning statistikasi 7 yildan beri o'zgarmagan. Noyob xususiyat va ko'nikmalarga ega bo'lishdan tashqari, qanday qilib mening statistikam umuman ko'tarilmagan? Qanaqasiga? Otang qanday vafot etganini bilasanmi? Ha, bilaman. Yirtqich hayvonlar kirib kelganda dadam odamlarni qutqarish uchun halok bo'lgan. Bu to'g'ri. Agar hayotimizda qiyin vaziyatni boshdan kechirayotgan bo'lsak, nima qilishimiz kerak? Kuchli bo'l va taslim bo'lma. Sen kuchlisan, qizim. Kattakon rahmat. Nima uchun? Bu to'g'ri. O'tgan 7 yil davomida men bunga qanday chidadim? Bu yerda to'xtab qola olmayman. Yo'q. Men taslim bo'lmayman. Iltimos, keting. Direktor, bir marta. Iltimos, menga yana bir bor imtihon topshirishga ruxsat bering. Men bunday taslim bo'la olmayman. Ey ahmoq, nega buni tushunmayapsan? Sen bu yerga sarflagan puling uchun keldingmi? Senga a'zolik to'lovining yarmini qaytarishim kerak, to'g'rimi? Bunday emas. Bu pul haqida emas. Bema'nilik. Unday emas deb nima demoqchi eding? Sen omadsiz ahmoqsan. Agar menda ajoyib qobiliyat bo'lsa edi, yo'q, menda ozgina iste'dod bo'lsa edi, keyin Sinovlar minorasi temir irodang uchun seni maqtayapti. Maqtov? Kim u? Bu yana nimasi? Jiddiy aytayapman, ahmoq. Qanday jur'at etyapsan? Nima? U qayerga ketdi? Ey, bu kulgili emas. Men nafas ola olmayapman. Sinovlar minorasi yer yuzidan barcha munosib nomzodlarni tanlab oladi. Sinovlar minorasi, ikkinchi falokat yuz berdimi? Iltimos, darajani tanlang. Siz olgan mukofotlar siz tanlagan daraja bilan to'g'ridan-to'g'ri proporsional bo'ladi. Men nima bo'layotganini bilmayman, lekin kuchli bo'lish uchun umid qilamizki, siz oxirida yaxshi natijalarga erishasiz. Tez orada sinovlar minorasining birinchi qavatiga kirasiz. Raqibning barcha statistik ma'lumotlari va holati, qobiliyatlari tiklanadi. Siz sinovlar minorasining birinchi qavatiga kiryapsiz. Tez orada sinov boshlanadi. Tayyorlaning. Bu yer cho'lmi? Sizga shu qurol berildi. Ushbu sinovda omon qoling. Sinovni yakunlasangiz, noyob qobiliyatga ega bo'lasiz. Noyob qobiliyat. Men so'nggi 7 yil davomida juda ko'p mehnat qilgan narsamga ega bo'laman. Mukofot sifatida noyob qobiliyat. Bu ajoyib. Birinchidan qilichni olishim kerak. Bu yana nima? Sinov boshlandi. Sinovlar minorasida tanlangan daraja. Yuqori daraja. Qum golem paydo bo'ldi. Bu yana nimasi? Iltimos, belgilangan vaqt davomida golem bilan jangda tirik qoling. Vaqt 9 daqiqa 58 soniya. Jin ursin. Sinovdan yutqazgani uchun jazo. O'lim.